baxt haqiqiy faqat uni ulashganingda deb aytganda Into the Wild degan filmdagi qahramon Kristofer. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 12-martda sizlar bilan YouTube'da ko'rishib turganimdan juda xursandman. Bugungi video chiqishdan asosiy maqsad ozgina hayot haqida gaplashib o'tish. Bir kuni bir do'stimdan telefon o'ynab turdi, maza qilib. Shu yerga kelganingdan afsuslanmaysanmi deb savol berganimda, u aytdiki, yo'q, afsuslanmayman dedi. Nima uchun deganimda, chunki men o'zim xohlagan hayotda yashayapman dedi. O'zim xohlayotgan hayotda yashayapman. Tasavvur qiling, yaxshi bir oliygohda, yaxshi joyda kirib, katta pullarga, kontraktga va shu paytda telefon o'ynab va bu darslarga e'tiborsiz holatda yashayotgan do'stim menga bergan javobi juda ham meni hayratda qoldirdi. Ya'ni men o'zim xohlagan hayotda yashayapman. Keyin men ham o'zimga shu savolni berib ko'rdim. Sherzod, sen ham o'zing xohlayotgan hayotda yashayapsanmi deb savol berganimda, menda javoblar umuman boshqacha bo'ldi. Yo'q, aslida bir tarafdan qarasa, sen o'zing xohlagan hayotda yashayapsan-ku, bo'lmasam sen shu yo'lni o'zing tanlagansan, boshqalar senga tanlab bermagan, sen shu holatda bo'lishingga o'zing sababchisan degan bir nechta qarashlar keldi, fikrlar keldi. Lekin aslida har kimda ham o'zining shu ongida, xayolida o'zi xohlagan bir hayot bo'ladi. O'zi xohlagan hayot menimcha oddiy hayotdan, kundalik hayotdan boshqacharoq bo'ladi degan umiddaman. Menda shaxsan boshqacha. Ya'ni o'zim xohlagan hayot umuman boshqacharoq holatda tasavvur qilganim uchun va real hayot, ya'ni kundalik hayotim bu darajada o'zim xohlagan hayot bilan taqqoslaganda boshqacha katta farqlar borligi sababli men bu fikrga o'zim qo'shila olmadim. Va shu kunlarda shu boshida aytgan iqtibosini keltirgan filmda ham ko'rib qoldim. Ya'ni Into the Wild degan filmda Kristofer degan bola shu o'qishni bitiradi. Shu 21 yoshida barcha o'qishlarni bitiradi, diplomlarni oladi, hayotda erishishda bo'ladigan har qanaqa yutuqlarga erishgan bo'ladi. Va lekin biroq u bitta yo'lni tanlaydi. Ya'ni qaysi yo'lni tanlaydi? U insonlardan voz kechib, barcha o'sha qo'lda yaratilgan barcha tizimlardan voz kechib, yovvoyi tabiatga bitta o'zi hech qanaqa pulsiz, hech qanaqa kerakli narsalarsiz, shunchaki oddiy kiyimi bilan va orqasida bitta pichoq yoki shu daftar va shu kitoblar bilan ketadi va avtobusda yashab 26 yoshda vafot etadi. Ya'ni 5 yilda vafot etadi deylik. Lekin u shu 5 yillik hayotida ana shu do'stim aytgan iqtibosga mos yashaydi. Ya'ni o'zim xohlagan hayotda yashanaman degan fikrni ayta oladi va oxirida aytayaptiki, shu baxt haqiqiy faqat uni ulashganingda deydi. Ya'ni insonlar bilan shu muloqot qilgan, insonlar bilan ko'ngil ochib gaplashgan yoki ular bilan shu maza qilib vaqtni o'tkazganingda shu haqiqiy deb aytadi. Va uni boshdan kechirgan hayotini bir nazar tashladigan bo'lsak, u o'sha yovvoyi o'rmonda katta o'sha bug'uga o'xshagan katta o'sha hayvonlarni o'ldirib, shulardan yeydi, baliqlar tutadi, kemalarda suzadi va orada sayyohlar bilan uchrashadi. Undan keyin ba'zi bir qishloqda haligi olov yoqib, ana shu guruh atrofida o'tirganda o'sha Tracy degan bitta chiroyli qizni yaxshi ko'rib qoladi va u bilan ham ozgina vaqt o'tkazadi va bundoq olib qaraydigan bo'lsak, hayotda haqiqatdan tanlovlar o'z qo'limizda. Ya'ni kelajakdagi bo'layotgan voqealarni, kelajakdagi o'zimizni holatimizni hozir tanlashimiz mumkin. Va buni ikki xil usulda tanlaymiz, ixtiyoriy yoki majburiy. Ixtiyoriy usulda tanlasak, albatta bu o'z ixtiyorimizda. Ya'ni xohlasak biz yaxshi joyga ishga kirib, yaxshi joylarda ishlab, katta martabalarga erishishimiz yoki o'zimiz xohlagan maqsadlarni amalga oshirishimiz mumkin. Majburiy usulda tanlash qanday bo'ladi? Majburiy usulda shunchaki tanlamaymiz, shunchaki ana shu hayot to'lqinlarida qaysi toshga urilarkanman deb shunchaki yo'lni shu oqimga qarshi suzmasdan yengil ketaveramiz va oxiri qayergadir borib qolamiz. U yoki biz xohlagan joy bo'lib qolishi mumkin, yoki biz borgan joyga xohlashimizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Va bu gaplardan nima demoqchiman? Aytmoqchi bo'lganim shuki,
tanlagan qarorlaringizdan hech qachon voz kechmang va tanlashingizdan oldin voz kechadiganlaringizdan voz kechib oling. Ya'ni asosiy tanlashingiz kerak bo'lgan narsalarni topib oling. Va shunda tanlaganingizdan so'ng undan yuz o'girmasligingiz yoki bo'lmasam undan xafa bo'lmasligingiz ham mumkin. Shunaqa gaplar va oxirida ana shu do'stim aytgan gapni yana bir takrorlayman. O'zim xohlagan hayotda yashayapman deb bemalol ayta oladigan darajada shu o'zingiz xohlagan hayotda yarating. Shu bugungi gaplar shular. Sog' bo'ling, omadinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.